Sizni mahsulotingiz musorligini qanaqa tushunsa bo'ladi? Sizdan hech kim sotib olmayapti, sizga kelgan klientlar boshqalarga ketib qolyapti. Yoki sizdan kelib turib mahsulotni olmoqchi bo'lib harakat qilganlarni ham siz yo'qotib qo'yapsiz. Bu degani sizni mahsulotingiz musormi rostdan? Agar sizdan hech kim sotib olmayotgan bo'lsa, siz rostdan shunaqa deb tushunishingiz mumkin. Lekin bu unaqa emas. Odamlar o'zlari bilmagan holda ko'pinchalik musor produktni yoki musor kurslarni sotib olishlari mumkin. Bo'lmadi deganda ishlamaydigan texnika, yomon mashina yoki turib bermaydigan uylarni sotib olishlari mumkin. Lekin o'shanda ham sizdan sotib olishmayapti. Bu musorlarni odamlar sotib olayotgani sababi ular prosta sotishni bilishadi. Siz sotishni bilmayapsiz. Siz uyalasiz odamlar bilan oxirigacha gaplashishga. Bir marta gaplashib ma'lumot bergandan keyin ertasi kuni telefon qilib nima bo'ldi, oladigan bo'ldingizmi deyishga ham hattoki uyalyapsiz. Yoki bo'lmadi deganda ehtiyojini bilishi. Agar siz mijozi xohlayotgan narsasini oldindan bilib olsangiz, siz unga sotishingiz tezroq bo'ladi. Lekin siz hattoki shuni qilishga uyalyapsiz. Shuning uchun ham sizda sotuvlar yo'q. Lekin bu degani sizni produktingiz, ya'ni sizni narsangiz musor degani emas. Bu hamma sferaga касательно. Agar siz biznes egasi bo'lsangiz, bu degani siz sotuv bo'limingiz sistemni yaxshi ishlamayapti yoki sotuv operatorlaringiz sotishni bilmayapti. Agar siz onlayn Reels orqali yoki shu Instagram orqali nimadir sotayotgan bo'lsangiz, siz o'zingiz sotishni bilmayapsiz.